Erkin Asya Radyosu 23 noyabr xabarda bina xabarlari tori Bangkokdagi portlashga javobgar deb qaralgan ikki Uyg'urning 22 noyabr kuni sotlanganligini xabar qilgan. 7 yil burun Bangkokdagi portlash voqeasiga mas'ul deb gumon qilinib tutilgan ikki Uyg'ur gumondor bu sotda o'zlariga foydasiz guvohlik so'zlarini anglagan. Xabarda bildirilishicha, Bilal Muhammad bilan Yusuf Mirali ismli bu ikki Uyg'urni sotlash tarjimon masalasi va Xitoy virusi yuqumi sababidan kechikib ketgan ekan. 22 noyabr kuni Taylandning bomba bartaraf qilish mutaxassislari va ikki soqchi sotda guvohlik berib, bu ikki Uyg'urning 2015-yil 17 avgust kuni Taylanddagi bir butxonni bomba qo'yib portlatganligini, 20 odamning o'lib, 100 odamning yaralanganligini aytgan. Agar u ikkalanga bomba saqlash va qaslab odam o'ldirish jinoyati bekitilib qolsa, ular o'lim jazosiga duch keladi ekan. Sotdagi aqlag'uvchi advokat Chuchart Kanpay sotda o'ttiri qo'yilgan isbotlarning gumonliq ekanligini bildirgan bo'lib, naq maydonga boshda borgan saqchilar emas, askarlar ekan. Saqchilar yetib kelishdan burun naq maydonga shubhalik narsalar tashlab qo'yilgan ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Taylanddagi bir amaldor bu portlashning Xitoyga qaytarib berilgan 100 Uyg'ur sababidan Taylanddan o'chilish uchun planlanganligini, agar bu ikki Uyg'urga o'lim jazosi berilgan taqdirda Xitoyda ijro qilinishi mumkinligini bildirgan. Navbatda bu sotning taraqqiyoti taratqularning diqqat nazarida bo'lmoqda. Amerikaning iqtisod xabarlari kanalı bo'lgan Reuters agentligining xabar berishicha, Xitoyning iPhone qatorliq elektr uskunalari yasaydigan Fushikan zavodining necha yuz ishchisi hukumatning yuqumni tizginlash siyosati va zavodning xaroblashgan vaziyatiga norozilik bildirish harakati qo'zg'agan. Xabarda ko'rsatilishicha, Jingzhongdagi Fushikan zavodining ishchilarga beradigan mukofot pulini orqaga surganligi bu norozilik harakatining boshlanishiga sabab bo'lgan. Xitoyda kam ko'rilgan bu harakat mazkur zavodda yuz bergan qamal siyosatiga qarshi norozilikning avjiga chiqqan holati deb qaralmoqda ekan. Bu ishchilar 23 noyabr kuni atiganda Fushikan zavodining oldiga kelib, ish haqqimizni ber deb shuar to'lab norozilik bildirgan hamda zavodning oldi darvozasidagi kameralarni chiqib etgan. Yerlik hukumat kuchlari ularga yosh oqquzish bombasi otgan. Jingzhoudagi Fushikan zavodi aslida 200 ming ishchini qabul qilgan bo'lib, yuqumni qamal qilish siyosati keltirib chiqargan ma'lumotchilikdan necha minglagan ishchi zavod qo'rosidan qochib ketgan. Zavod ularni tutib qilish uchun yuqori maosh va mukofot berishni va'da qilgan, ammo bermagan. Jingzhoudagi Fushikan dunyo bo'yicha eng chong iPhone ishlab chiqarish zavodi bo'lib, dunyodagi 80% iPhone bu zavoddan chiqadi ekan. Navbatda bu zavodning ishlab chiqarish to'xtab qolgan bo'lib, bu oyning oxirigacha emgak kuchi tepib ishlab chiqarishni asliga keltirish mumkin emas ekan. 23 noyabr kuni Germaniya bosh ministri Scholz energiya bilan ta'minlash, savdo siyosati va mudofaa qatorliq universal yangi islohotlarni yo'l qo'ydiganligini bayon qilib, Germaniyaning Xitoy va Rossiyaga haddidan ziyoda tayinish siyosatini tuzadiganligini ta'kidlab, hech ish qilmaslik uchun yuqori badal kerak. Shunga Rossiya va Xitoyga bir taraflama va alohida tayinishni keltirib chiqargan energiya va savdo siyosatidagi xatoliklarga xotim berish kerakligini bildirgan. Scholz yana Rossiya Ukraina urushi keltirib chiqargan energiya krizisi Germaniya hukumatini Rossiyaning energiyasiga va Xitoy bilan bo'lgan savdoda haddidan ziyoda tayinish xavfidan xabardor qilganligini va kuchli tadbir qo'llanish kerakligini, buning Germaniya va Yevropa ittifoqining o'rtaq nishoni ekanligini, Rossiya Ukraina urushi Yevropaning bexatarlik vaziyatini o'zgartganligini, bu Germaniyaning qurol-yarog'ni kengaytib, davlat mudofaasi va bexatarlikni kuchaytirishi kerakligini tunib yetganligini ta'kidlab, energiya jihatda Germaniya ko'mir energiyasini qayta ishlatish va yadro elektr stansiyalarining umrini uzartish qatorliq siyosatlarni qo'llanish orqali asta-asta Rossiyaga tayinishdan qutulish, savdo siyosiy jihatda Germaniyaning zamonaviy ul asliha va raqamlashtirishga to'liq mablag' silib, Xitoyga tayinishchanlikni tuvanlatadiganligini bildirish bilan mudofaa bexatarligini kuchaytirishning uzun muddatli planini e'lon qilgan. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetidagi Cumhuriyetchilar partiyasining yuqori darajalik a'zosi Avam Palata a'zosi Makkal boshchiligidagi baholashning yangilangan nusxasida Xitoyning yer shariga mablag' silish va savdo odati, bo'libmi yalmavuz bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali dunyodagi nurg'un davlat va fuqarolarga passiv ta'sir ko'rsatayotganligini, Biden hukumatini har taraflama tadbir qo'llanib, Xitoyning mas'uliyatini surishtirish, uning ta'sir ko'rsatish va dunyoning har qaysi joylarida hukmronlik qilish harakatini to'xtatishga chaqirgan. Bu yangilangan baholash dokladida Xi Jinpingning 2013-yil yo'l qo'ygan bir balvoq bir yo'l tashabbusi bo'lsa, ko'rinishda dunyoviy taraqqiyot va mablag' silish tashabbus sifatida niqoblangan. Amaliyotda u Xitoyning qattiq qo'l ta'sirini dunyoning har qaysi joylariga kengaytirish bilan bir vaqtda yer sharidagi harbiy kuchni mo'lcharlashga asos solganligini ta'kidlagan. Hozir qadar 147 davlat Xitoyning bir balvoq bir yo'l hamkorlik hujjatiga imzo qo'ygan.
Xitoy o'ziga bo'ysundirish uchun 2005-yildan boshlab dunyo miqyosida taxminan 2 trillion dollar mablag' solgan ekan. Birinchidan, Xitoy ta'minlagan bir balvoq bir yo'l tashabbusidagi qarz va mablag' selishni o'z ichiga olgan iqtisodiy yordam va mablag' selishga ehtiyojli davlatlar uchun qarz to'ziqi qurgan. Ikkinchidan, Xitoy bir balvoq bir yo'l tashabbusini yomon g'arazlik ta'sir va siyosatga aralashish uchun ishlatib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga sukut qilishga, boshqa davlat hukumatlarini va arab davlatlarini Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligini qo'llashga majburlash va Uyg'ur musulmonlarining qiyinchiligini markaz qilgan ovozlarni bostirganligini tafsiliy o'ttirib qo'ygan.